iPhone'im iCloudga tushsa birinchi bo'lib nima qilishim kerak? iPhone iCloudga tushganda IMEI yoki serial nomerini dastur ustiga yuborishingiz kerak bo'ladi. Yuborgandan keyin biz lost yoki cleanligini bilishimiz kerak bo'ladi. U nimaga xizmat qiladi? Sizlarning iPhone'inglar ofitsial iCloud qulfidan ochiladimi yoki ochilmaydimi? Shuni oldin bilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi qadamimiz GCX ma'lumotlarini olishimiz kerak bo'ladi. GCX ma'lumotlar quyidagicha bo'ladi. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Ko'p savol tushadi. GCX nimaga xizmat qiladi? GCX ma'lumoti sizni telefoningizni qayerdan sotib olindi, soat nechida, qaysi magazindan, qaysi davlat, holat qanaqa, MDM bloki bor yoki sim karta bloki dunyo bo'ylab sim karta ishlaydi yoki ishlamaydi, shularni hammasini bilishimiz kerak bo'ladi. Eng muhimi, dastur ustiga zakaz berishingizdan oldin sizlardan oldin, ya'ni bizdan oldin kimdir iCloud ochishga harakat qilganmi yoki qilmaganmi? Apple chorniy spiskaga, ya'ni qora ro'yxatga sizlarning telefoninglarni tiqmaganini bilishimiz kerak bo'ladi. Yana GCX ma'lumotda xuddiki siz pasport deb hisoblasa ham bo'ladi. Odam pasporti, telefoningizning pasporti bo'ladi, polniy dannilar bo'ladi. Shunga qarab iCloudinglarni blokidan ochsangiz bo'ladi ofitsialniy. Agar GCX siz ochiladigan, agar GCX siz qilinadigan bo'lsa, bu xato hisoblanadi. Birinchi qadamlar iCloud tushgan iPhone'larni lost cleanligini bilishimiz, ikkinchi GCX ma'lumotlarini bilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi qadam iCloudni blokdan yechish protsessiga o'tadi. 30 ish kuni, aniq bu 30 ish kuni vaqt oladi. Bu 30 ish kuni nimani anglatadi? Shanba va yakshanba kunlarni hisoblanmaydi. 30ni hisoblaganimizda bizani hisobda 40 yoki 45 kunga aylanadi. Ko'p holatlarda savol tushyapti hozirgi kunda, nima uchun meni iPhone'im 6 oy, 7 oy bo'lib ketdi. Ko'p iPhone'lar qanaqa holatda? Ko'pi aytayotganimizda bad case, ya'ni ko'rib turganinglardek bad case holati shunaqa bo'ladi. Bad case bizdan oldin kimdir iCloud qulfi bo'yicha, ya'ni bloki bo'yicha ishlab ko'rgan, Apple uni cho'rniga tiqib qo'ygan. Biz 6 oylab kutamiz. Yoki sizni cho'mchagingizga zarar bo'ladi. Bad case remove xizmati bor. Har bitta bad case narxi alohida hisoblanadi. Shuni remove qilib, ya'ni tozalab tashlab, Apple cho'rniy spiskasidan olib, keyin remove ga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Bu sizlarga pul evaziga bo'ladigan narsa. GCX ma'lumoti, clean losmasligini bilish, bad case remove qilish pulli xizmat. U sizlarning iPhone'inglar iCloud ochilsa, ochilmasa, sizlar to'laydigan summanglar. Keyingi etap, agar siz ushbu holatni oldingiz, GCX oldik. Keyingi holat, agar bizani talablarimizga, qoidalarimizga to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol igsmservice.com saytimiz orqali buyurtma bersanglar bo'ladi. Uzoqda bo'lsamchi yoki qo'shni davlatda bo'lsamchi degan savolingizga javob, agar sizlar to'lov qilsanglar, saytimiz orqali polniy zakaz berib, protsessni kuzatib tursanglar bo'ladi. O'zbek tilida saytimizni ishga tushirdik. Hozirda faol. Endi dastur usti va iCloud xizmatlari uchun zakazlarni через sayt orqali olamiz. Nimaga? Tartibli bo'ladi hamda kunlari sizlar bizga ism, familiya, boshqa ma'lumotlarni berishingiz shart emas. Bizning saytimiz orqali shu ma'lumotlarni to'g'ri kirgizgan bo'lsanglar, biza tekshirib ma'lumot berishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda, sizlar telefoningizning protsessini o'zingizlar telefoningizda kuzatib o'tirsanglar ham bo'ladi. Shunaqa biz yechimlarni qildik. Xudo xolasa, mana 1-apreldan saytimiz to'liqonli ishga tushadi. Bemalol saytimiz orqali zakaz berib, qo'rqmasdan ishlasanglar bo'ladi. Keyingi masala iCloud blokdan yechilmasa-chi degan savolingizga javob. Agar o'sha depozitdagi pulinglar, ya'ni iCloud ochish uchun to'lagan pulinglar 100% qaytarib beramiz. Faqat bunga kirmaydi. Qaytarib berish siyosatimizga kirmaydigan narsa nima? GCX ma'lumotini sotib olgan summanglar qaytarib berilmaydi. Bor yo'g'i u 100 ming so'm yoki 105 mingni tashkil qiladi. Ana shu pulinglar qaytarib berilmaydi. Chunki u ma'lumotni sotib olgan va ko'rgan, ishlatib bo'lgan hisoblanasizlar. Demak, bundan kelib chiqyaptiki, bor yo'g'i sizlar 100 ming so'm yo'qotasizlar. Yo'qotgan taqdiringizda. Biza yaqinda bo'layotgan narsa 7 oy oldin zakaz berilgan iPhone'larni blokidan yechib berdik, faqat 7 oy bo'lgan ekan. Sabab har doimgidek mana bu bad case hisobiga. Endi o'rtoqlar,
agar kimlardir ishonmaydi, kimlardir hammani xarakteri har xil, ishonmaydiganlarga biza marhamat qilib do'konlarimizga kelishinglarni tavsiya qilamiz. Yana kerakli savolinglar bo'lsa, bizning Dasturuz TV guruhimiz, kanalimiz va bizning barcha kanallarimizni kuzatsanglar bo'ladi.